Assalamu alaykum muhtaram jamoat. Muxtasar imla muallimi kitobini o'quvini davom etamiz. Bugungi darsim to ham alif qoidasi bo'lacak. Qoidani o'qib ketam. To harfinden so'ng ortidagi harfi alif bo'lsa, hech bir vaqt to yozilmas, balki t yozilar. Mana yozib qo'ydim mana men ul qoidani. To harfinden so'ng boshqa harflar kelsa, onun boshqa iptashlarini, mushtaqatlarini qoralar. Agar mushtaqatlaridan birsini to'dan so'ng alif kelsa, har qaysisida t yozilar. Mushtaqatlarida hech qaysisida t'dan so'ng alif kelmasa to yozilar. Demak, bu qoidadan biz bildik. Masalan, 30 so'zida onda alif harfi eshitilmi, alif harfi yo'q. Demak, 30 so'zida biz qalin to harfini yozashaqmiz. Yoki masalan, tis so'zida biz qalin to harfini yozashaqmiz. Agarda bizning to harfinden so'ng alif eshitilsa, masalan, tar so'zi masalan yot so'zi, demak biz ondan qalin to harfi o'rnina nishga t harfini yozashaqmiz. Misali, masalan yot deganda t yozilirga tiyish, chunki onun bir mushqati yota. Mana bunda t'dan so'ng alif kelganlikdan har qaysisida t yozilirga tiyish. Demak, biz t harfini yozashaqmiz. Nishga t harfini yozashaqmiz. Bizni rahmat ixtiboringiz uchun kelasi uchrashuvlarga qadar kelasi darsim ikkinchi qoida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.